Assalomu alaykum. Sherzod aka kim ekan? Ha, manman. Qarab oling aka bir minutga. Assalomu alaykum. Aka uzra. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qo'lim yomon edi. Yaxshimisiz? Buni kecha yema beruvdim-ku balon nima bo'ldi? Teshildimi yana? Yo'q, baloni yaxshi. Hammasi zo'r bo'lib turibdi. Sizga narsa berib yuborishgan, shuni olib keldim. Menga? Nima? Hozir bir minutga olib kelaman. Allo. Hoji qalaysan, yaxshimisan? Kech payt qo'lman uxlamayaptimi-ding? Domina pastiga tush, men kelib qoldim. Yoshlar eslar ozgina gaplashib o'tiramiz. Tinchlikmi? Yarim kechasi nima bo'ldi? Shunchaki. Sen bilan bir dildan gaplashishim keldi. Yoshlikni eslab. Men ham o'zi oldinga boraman deb yurdim o'rtoq. Yo'q-ay. Nimaga? Ha, anu aytgan muammoim bor edi-yu. Menimcha esingdan chiqib qoldi-yu o'rtoq. Esimdan chiqib qopti. Qancha kerak edi? 2000 o'rtoq. Ertaga ishxonaga borsang, berib yuboraman. Mayli, menga ruxsat. Qatga ketossan? O'tiramiz deding. Nimaga kelding? Nimaga ketossan? Charchab qoldim shekilli. Uyga borib, ozgina dam olaman. Ertaga aniq berib tura olasan, o'rtoq? Berib yuboraman. Ko'rishamiz. Mayli o'rtoq, yaxshi dam ol. O'tirardi o'rtoq, bekor ketib qolyapsan. Shu yetmay turadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oka, voy, uzroq qilayotgan ekansiz. Yo'q. Qorim vahshiy ochib ketdi, aka. Kuni bilan hech narsa yemadim. Nima bo'ldi? Teshildimi? Ha, balon teshilib qoluvdi. Shoshmayapsizmi, aka? Shunda cho'qilib oling. Bo'ldi, bexijolat aka. Kiring ichkariga. Sherigimga ham yana bitta oluvdim. Yemasdan ketib qopti. Ketadimi? Ketadi aka. Kiring, tayyorlab yuboraman sizga ham. O'tiramiz. Kiring, siqqini. Anchadan beri yemagandim. Ishxonada eng tez bo'ladigan variant shu. Tap tayyorlayman. Yana chiqib keturaman. Mashinani vobshe zo'r-yu, a? Shopirmisiz deyman? Shopirman. Odamning havasi keladi. Mashinani shunaqasini olgan bo'lsa, pul bor, shopiri bor. Uyini tasavvur qilishga ham qo'rqadi odam. Xullas, erkak kishi nima orzu qilsa, nima erishgisi kelsa, hammasiga erishgan. G'am tashvishi bo'lmasa kerak shunaqa odamlarni. Endi siz har holda har kuni yonidasiz. G'am tashvishi bor ularni ham. Qanaqa g'am tashvish bo'lishi mumkin? Eshitasizmi? Bolalaringiz bormi? Ha. Oxirgi marta nima sovg'a qildingiz? Bolalarimgami? Oxirgi marta tug'ilgan kunida zo'r ovqat qilib o'tirdik. Bolalarimga shuni o'zi ham katta sovg'a. Maza qilgan edik.
Xo'jayinning o'g'li bor. Nima telefon chiqadimi, planshet chiqadimi, kompyutermi? Oxirgi modelni olib bermasa xafa bo'ladi. Men so'raganimda ekanmadi. Bunaqa emas ekan-ku. Men sizdan joy kattarog'ini so'ragan edim-ku. Talab qiladi. 1 terabaytli bo'lishi kerak edi ekanmidi? Bu eski-ku deydi. Faqat o'qishga emas-ku. Men bunga hozir nima yozaman? Bunaqa rangini xohlamagandim deydi. Mayli, bir narsa qilarman. Bir so'z bilan aytganda xursand bo'lmaydi bergan sovg'asiga. Ayolingizga oxirgi marta qachon gul sovg'a qildingiz? Ayolimgami? To'yda bo'lsa kerak. Gul berganim be'islomiyman. Qani edi. Xo'jayini xotini ham gulga xursand bo'lsa edi. Yo'q. Tilla taqim javob beradi. Lekin voy. Tillama. Tug'ilgan kunimga brilliant komplekt berasiz deb o'yladim. brilliant bo'lmasa xursand bo'lmaydi. Bu oldingi yildagi moda, bu yilgi modani olib bering. O'rtoqlarim shunaqasidan taqvotdi. O'rtog'im Meri brilliant komplekt beruvdi. Mayli, rahmat. Xullas, xo'jayinga qiyin. To'g'ri aytasiz. Xo'jayin ishladi, mashina oldi, pul topdi. Hech kimdan kam joyi yo'q. Lekin hadya bersa xursand bo'ladigan odam kamaydi. Kim bilan o'tirib qolsa faqat manfaat uchunday go'yo. Siz nimadan xursand bo'lasiz? Menmi? Qizim bor. 3 oylik. Men shu yerda yotib, shu yerda ishlayman. Ular uyda qolishgan. Men buni ustiga o'tirib oldim. Ekranini sindirib qo'ydim. 1,5 oy bo'ldi. Qizimni video qo'ng'iroqdan ko'rib turardim. Shu telefonni sindirib qo'yganimdan beri qizimni ko'rolmayapman. Pul yig'yapman. Ekranni qo'ydirib olsam yana qizimni ko'raman. 1,5 oyda ancha o'zgarib ketgandir. Agar shu telefoningizda qizingiz bilan bemalol video orqali har kuni ko'rib tursangiz xursand bo'lasizmi? Nima deganingiz bu? Albatta. Qizimni ko'raman-ku. Mendan baxtli odam bo'lmasa kerak. Yaxshi. Hammada orzu har xil. Hamma narsam bor. Ishim, farzandlarim, ota-onam, ayolim. Baxtli inson ekansiz. Sizning gaplaringizga qaraganda xo'jayiningizdan baxtliroq odam bo'lib chiqyapman. Faqat pulim yo'q. Rahmat. Har qati shirin ekan. Aka, uzr-a, vaqtingizni oldim. Yema beraman, siz o'tiravering, xo'pmi? Hozir. Mana aka. Nima bu? Yo'q, bilmadim. Berib qo'yib tanlashgan olib keldim. Xo'jayinim aytuvdilar. Siz kimsiz? Men xo'jayin shofyorlari bo'laman. Shofyor? Bu mashinani men oldimga kecha haydab kelgan odam kim? O'sha odam demani xo'jayinim. Yo'q-e. Menga ruxsat. Sog' bo'ling aka. Rahmat. Omon bo'ling, xo'p. Men o'zi oddiy Navoiy o'g'liman. Yoshligimda odam oldilariga bitta boy og'aynlari kelardi. Ertalabgacha gaplashib o'tirishardi. Ana odam zo'r kiyingan, o'sha paytda eng oxirgi mashinada, lekin odam bilan gaplashib o'tirardi. Oddiy Navoiy bilan o'shanda tushunmas edim. Bu odam boy bo'lsa,
boylar bilan ulfat bo'lmaydimi? Odam oldinlarida nima qilyapti deb katta bo'lib endi tushundim. Odam dildan gaplashishga bitta odam topolmas ekan. Samimiy odam. O'sha boy odamni dilini yorib gaplashadigan odamlari odam bo'lgan ekanlar. Yaxshiyam borsan o'rtoq. Sen bilan gaplashsam yuragim yumshaydi o'rtoq. Kiyimim kirku. Qo'ysang-chi. Yana kelaman. Yaxshi deydi ko'rsanglar. Kelaman. O'zing ehtiyot qil. Bo'pti amaki. Bo'pti polvon. Sog' bo'lgin. Yana kelaman. Kep turgan. Xo'jayin hamma narsani topdi boy aytganingizdek. Lekin odamga o'xshagan bitta samimiy o'rtoq topa olmadi. Boylik faqat uylar va mashinalar emas. Axir dunyoda kulib yurib, ichidan yemirilayotgan qancha boylar bor. Eng katta kambag'allik dardingni aytadigan bir inson topolmaslikdir balki. Atrofingdagilar fe'lingni emas, cho'ntagingni hurmat qilsa, bu yolg'izlikning eng og'ir turi. Inson butun umr dunyo yig'ib, oxirida qalbini tushunadigan bir odam topolmasa, go'yo hech narsasiz yashab o'tmaganmikan?